Atomi kompaniyasining boshqa tarmoqli kompaniyalardan afzalliklari va qulayliklari bor. Bular a'zo bo'lish hamma uchun mutlaqo bepul, oylik, yillik, haftalik majburiy mahsulot sotib olishlar yo'q, kataloglar yopilmaydi, paketlar sotib olinmaydi. Faqatgina aktiv bo'lib qolish uchun bir yilda bir marta Atomi mahsulotlarni xarid qilish yetarli. Daromadlar kunlik hisoblanib, haftada to'lab beriladi. Oylik daromadlar har 15 kunda to'lanadi. Shaxsiy ofis ochish imkoniyati bor. Shaxsiy kabinet 3 avlodga meros bo'lib qoladi. Marketing plani 100 yilgacha o'zgarmaydi. Xullas, Atomi kompaniyasida hamma uchun, ya'ni uy bekasidan tortib studentlar, yosh-u qariyalar, erkak-ayol, ishli-yu ishsizlar hammaning imkoniyatiga qarab qulayliklar tuzilgan.